alaykum. Mana bizni ko'chatlarimiz mashinaga yuklatildi. Mana Eshmurod boy endi bir fikringizni bilaylik. Mana ko'chatlarni oldingiz, Xudoga shukr. Ko'chatni endi aka men farqini bildim. Sizda juda masalan mana shu ko'chatni olsangiz, bu turishi hosil shox mana ona shoxlar. Bizlar oldin obyektik hozirgacha erkak shoxda, hozirgacha. Qirqasi yana erkak shoxda. Men daraxtni ham ko'rdim bu yoqda. Katta daraxtda ham erkak shox kam. Shuning uchun mana iloj yetsa, yaxshi daraxtni olib saylab ekingizlar mana 5-4 tonda bir yilda chiqaradi. Avvalambor rahmat buva, chunki mana buva ben to'g'riga mutaxassis sifatida ko'p dehqonlarga aytib o'taman. Birinchi navbatda sifatli nav tanlash kerak. Birinchi navbatda, ikkinchi navbatda aka mutaxassis bilan ishlash kerak. Uchinchi navbatda aka o'sha e'tibor berish kerak bo'ladi-da. Ham konsultatsiya konsultatsiya. Masalan, hozir ko'chatni olganingizdan keyin qanaqa qilib sizga savolingizga javob bermay bo'ladi. Xudo xolasa, agar nasib bo'lsa, niyat bo'lsa, Xudo xolasa shu ko'chatlar aka yetishib boyaga yetgan paytida albatta borib Qashqadaryoga xullas, Kosonga borib o'sha shakl berib kelamiz. Mana ko'chatlarni tashib bemalol Captivaga yuklayaptilar. Xudo xolasa mana ko'chatlarni Captivaga yuklayaptilar. Xudo xolasa shuni ham niyat qilib o'tiribmiz. Bojon, avvalambor xush kelibsiz. Mayli, sizga rahmat. Ishlaringiz omad, dehqonchiligingizga baraka bersin.